The love of Muhammad and his family is my true religion, my reason to be. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalari tashvishlanib, parokandalikka tushib, nima qilishni bilmay, ba'zi birlari hatto qochib ketayotdi. Yo'lda ularga Ummu Amora degan sahobiya onamiz yo'liqdilar. Bu Nasiba yoki Nusayba ham deyiladi. Mana shu onamiz, bu ona yaradorlarga yordam bergan chiquvdilar. Ularni ko'rib, nega bunday qilishyapsan? Axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham tashlab ketasanlarmi deb ba'zi birlariga jahl qilib, hech bo'lmasa qo'lingdagi qilichingni tashlab ket menga deb baqirganlarga turdilar. Mana shu joyda Ummu Amorani erlari Zayd ibn Osim va Hubayb va Amora degan o'g'illari o'zi birga edi. Ular birga jang qilayotdi. Ikkita o'g'li, eri birga edi. Mana shu oilalarning oldiga kelib, ayol kishi Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'g'li, eri va ikki o'g'li bilan birga qurshab himoya qila boshladi. Keyinchalik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hikoya qilib aytgan edilarki, o'ng tomonimga ham qaraganimda o'sha Nasiba degan ayol meni himoya qilayotganini, chap tomonimga qarasam ham u dahshat bilan jang qilayotganini ko'rardim deb ta'rif bergan ekan. Ayol kishi bo'la turib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq muhabbati bilan himoya qilganlar. Shu payt bir ajib voqeada qarang azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatni qarang. Mana shu ayolni o'g'li yaralanib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam: "Ey Ummu Amora, o'g'ling yaralandi, o'g'lingga qara" dedi. O'g'li yaralanib yotibdi. Yugurib bordida, o'zi yaradorlarga hamshiralikka chiqqan edilar u. O'g'lini darhol yaralarini bog'lab, yaralangan joyini, qo'llarini to'xtatdi-da, "Tur bolam, Rasulullohni himoya qil" dedilar. Bolasi azob tortib turibdi, qoni oqib turibdi, mahkam bag'ladida, "Tur bolam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoya qil" dedilar. Bu matonat, bu muhabbatdan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bundan juda xursand bo'lib ketib, haligi holatdan ta'sirlanib, ularga qarab turib duo qilib yordilarki, "Allohumma rahimahumulloh ahli bayt" dedilar. Mana shu Ummu Amorani oilasini Allohim rahim qilgin deyodilar. Haligi ayol qarab turib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, duo so'rayman sizdan" dedilar. "Nima duo so'raysan?" deyodilar. "Siz bilan jannatda bo'lishlikni so'rab duo qiling" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jannatda birga bo'lishlikni so'rab duo qildilar shu holatda. Mana shu oila bilan meni jannatda birga qilgin deyodilar. Ummu Ammora radhiyallohu anha onamiz aytdilarki, "Endi menga" dedilar, "dunyoning musibatini parvo olmaydiganman. Chunki endi men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qo'shni bo'laman" dedilar. Qarang, o'lim arafasida turibdi-ya, urush bo'lyapti, lekin sahobalarni umidi jannat. Umidi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ham suhbat bo'lish. Mana shunday jasorat ko'rsatib bu ayol ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamni himoya qildilar. Ammo mana shu jang kofirlarning tomoniga g'alaba bilan yakunlandi. Ko'pgina 70 ga yaqin 70 ta sahoba o'sha kuni shahid bo'ldi. Og'ir musibat bo'ldi. Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ham olamdan o'tdilar. Eng yomoni jang tugagandan keyin hali insoniyat tarixida qilinmagan ishni qilishdi kofirlar. Jangda bunaqa ish avvallari qilinolmasdi. Bu juda taqiqlangan edi. Insoniyat uchun musla qildilar. Musla degani yotgan o'liklarni quloq burunlarini ham kesib olishdi. Masxara ma'nosida. Hamza radhiyallohu anhu ham musla qilindi. Vahshiy haligi qora Habash Hind bint Aqabani olib kelib, "Mana Hamzani o'ligi" deb ko'rsatuvdi. Hind degan ayol Hamza radhiyallohu anhu'ni qornini yorib, hatto jigarini chaynashgacha bordi. Mana shunday bir mal'unlikkacha borishdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni musla bo'lganini ko'rdilar, yig'ladilar, duo qildilar, lekin juda og'ir kunlarni boshdan o'tkazdilar. Ajib voqealar bo'ldi. Bir payt sahobalardan Hanzala degan bir sahoba ham olamdan o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilishda. Shunda Rasulimiz hayron bo'ldilar-da, Hanzalani osmondan farishtalar tushib oltindan bo'lgan tog'orada cho'miltirganini ko'rdima deb hayron bo'ldilar. Hanzala yangi kuyov edilar. G'usl qilishga ulgurmasdan Rasulullohning himoyasiga chiqib ketdi uydan. Shuning uchun farishtalar kelib bu zotni cho'miltirib qo'yib jannatga olib ketganligini ko'rsatdilar-da. Mana bu narsa ham qanchalik darajada sahobalarni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga oshiq bo'lganliklarini nishonasi bo'ladi. Azizlar, biz nima uchun buni eslayapmiz? Mana buni sababi nega bunday bo'ldi? Nima uchun Badrda yordam bergan Alloh
Nega endi Uhudda bunday bo'ldi? Chunki o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, eng katta musibat musulmon uchun o'z rahbariga itoat qilmaslik. Itoatsizlik oqibatida bo'ldi. Shuning uchun biz doimo xalqimizni, musulmonlarni, vatandosh yurtdoshlarimizni itoatga chaqiramiz. Aytamizki, o'zingizni rahbarlaringizga itoatli bo'ling. Sizga berilayotgan har bir ko'rsatmalarga amal qiling. Chunki bu sizning vazifangiz. Agar itoat bo'lmasa, agar fidoyilik bo'lmasa, vatanparvarlik bo'lmasa, yurtparvarlik bo'lmasa, u inson doim xato qiladi. U inson doim mag'lub bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz. Biz uchun eng muhim nuqtalarini o'zimiz uchun yozib olishimiz kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga muhabbat va sadoqat bo'lishligi, u zotni ko'rsatmasini so'zsiz hayotimizga tatbiq qilishimiz va shuni barobarida Qur'oni Karimda Estaizu billah, atiulloha va atiur rasul va ulil amri minkum. Allohga bo'ysuning, Allohning payg'ambariga bo'ysuning va o'zingizni rahbarlaringizga bo'ysuning degan oyatga muvofiq ham biz albatta itoatda bo'lishimiz kerak. Ba'zan itoatsizlik, ba'zan beodoblik, ba'zan sabrsizlik holatlarini ham ko'rib qolamiz. Bu narsa musulmonlar uchun begona bo'lishi kerak. Biz doimo bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, mashvarat bilan, maslahat bilan, eng asosiysi tinch, osoyishtalikni saqlagan holda hayot kechirishimiz kerak. Mana hozir bu narsalarni gapirishligimizdan maqsad, ko'rdingizki, musulmonlar boshiga og'ir musibatni kelishligida o'sha kofirlar bostirib kelib, ular himoyaga o'tdilar. Bu hammasi vatanni, yurtni himoyasi. Vatan, yurt, din Rasulimiz alayhisolatu vasallamning himoyasi uchun bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga oshiq bo'lgan bu sahobalarimizni hammalarini Allohim jannatda birga ko'rishmoqliklarimizni nasib aylasin. Fahri koinot, shafaat kunandamiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Uhud jangida ko'p o'zining yaqinlaridan ayrilganligini xabarini berdik. Ularning ichida ayniqsa amakilari Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ning vafot etishlari Rasulimiz alayhi salatu vasallamga juda qattiq ta'sir qildi. Hamma o'tgan shahid bo'lganlarning oilalarida ular uchun ta'ziya qabul qilar, ular uchun ko'z yosh to'kar edi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam shuning uchun aytdilarki, hamma o'tganlarning xonadonlarida uning yaqinlari ular uchun ko'z yosh to'kib, ularning haqlariga duo qilyapti, ta'ziya ochdilar. Men amakim Hamza radhiyallohu anhu uchun chuqur qayg'udaman dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning topshiriqlari bilan ana o'sha Uhud maydonini o'ziga, o'sha joyda olamdan o'tgan sahobalarning barchalari dafn qilindi. Ba'zi birlari qiyomatlik do'st bo'lgan, qiyomatlik aka-uka bo'lganlarni esa bir qabrga, bir lahatga qo'ydirdilar. Juda ham hammani qalbini titratadigan holatlar. Mana shuncha sahobalar, ulug' payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam atrofida turgan qancha ulug' sahobalar shahid bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalar judayam xafalik bilan Madinaga qaytib keldilar. Kelayotganlarida yo'lda bir ayol ro'parasiga chiqdi. Odamlar u ayolda jangda eri ham, o'g'li ham ketgani bor edi. Shuning uchun ularni kutgani chiqqan edi. Xabar qilishdiki, erini ham olamdan o'tganligini, o'g'lini ham olamdan o'tganligini xabarini aytdi. Bu og'ir xabar edi. Lekin ayol Rasulimiz alayhisolatu vasallam haqida so'rardi. Odamlar kelib, "Seni ering olamdan o'tdi" dedi. Ayol, "Alloh rahmat qilsin, oxirati obod bo'lsin, Rasulim alayhissalomga nima bo'ldi" dedilar. O'g'ling olamdan o'tdi deganlarga ham Rasulim alayhissalom nima bo'ldilar deb so'radilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ko'rganlardan keyin u zoti barakot uchun jonini bergan eri va farzandi haqqiga duo so'radilar. Mana shunday muhabbat, mana shunday Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'rsatilayotgan ehtirom ichida payg'ambarimiz alayhissalom Madina Munavvaraga kirib keldilar. U tomonda esa kofirlar to'planib bir joyga borganda, biz yengib ketaveramizmi? Madinaga qayta urush qilaylik, borib ularni yengib oxirigacha tormor qilaylik degan takliflarni ham berganlar bo'ldi. Bu tomonda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham qo'rqib turardilarki, ular hozir zaif bo'lib turgan bir pallamizda hujum qilmasinlar deb. Lekin Allohning marhamati, kofirlar o'sha joydan qaytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa Madina Munavvarada qolgan sahobalar bilan qoldilar. Va Madina nihoyatda qiyin
nihoyatdayam hammani qalbi titraydigan ko'z yoshlar ichida, qaysidir bir xonadonda eri uchun ko'z yosh to'kilsa, qaysidir bir xonadonda o'g'li uchun ko'z yosh to'kilar, qaysi bir xonadonda yaqindagina payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni topshiriqlari bilan hatto g'usl qilishlikka ulgurmasdan chiqib ketgan yori uchun yig'lardilar. Ko'z yoshlari oqar, ammo sahobalar sabr va qanoatda turardilar. Azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning sahobalari bundan keyin ham o'zlarining sadoqatini ko'rsatib, Rasulimiz alayhisolatu vassalamning atrofida jipslashib turdilar. Lekin yana ozgina fursatlar, yana ko'p voqealar ichida bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga xabar keldiki, Bani Musta'li degan qabila Madina ustiga urush qilmoqchi ekan. Bu qabila hatto Uhud jangida ham kofirlar tomonidan birga jang qilgan edi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga, sahobalarga qattiq ta'sir qildi. Ba'zi sahobalar hatto bulardan har doim Bani Musta'liqdan ana jang qiladi, mana jang qiladi deb bizga hujum qilishini kutib turishlikdan zerikkanliklarini ham aytdilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalarni to'plab, toki xuddi Uhud jangidagi kofirlar bostirib kelgani kabi bizga bostirib kelgunga qadar bo'lmasa, bu mana Bani Musta'liq qabilasini o'zini joyiga keltirib qo'yaylik, bizga hujum qilmaydigan qilib qo'yaylik degan ma'noda yo'llarini to'sgani Bani Musta'liq qabilasi tomonga ketdilar. Bani Musta'liq qabilasining sardori Xoris ibn Ziror degan odam edi. Ayni paytda Rasulimiz alayhisolatu vassalam bu joyga kirishlikdan oldinroq Juvayriya binti Xoris, ya'ni Xorisning qizi bo'lardi, Juvayriya degan qiz, mana shu qiz bir tush ko'rdi. Tushida osmondan bir oy paydo bo'ldi-da, osmondan uchib kelib tunda uning qo'yniga kirib ketganini ko'rdi. Tushidan hayron bo'lib turgandan keyin oradan 3 kun o'tib bu qabilaga musulmonlar, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalari yetib keldi. Ular urushga tayyorgarlik ko'rib, endi Madina tomon yuramiz deb turgan bir pallada musulmonlarni to'sig'iga uchradi va Allohning marhamati bilan ular mag'lub bo'ldilar. Ko'pchilik yo'qotish bo'lmadi, balki yengilgina o'sha bir jang bilan ular kichkina bir qabila bo'lganligi uchun mag'lub bo'ldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari u joydan bir qancha asirlarni olib qaytdilar. Mana shu joyda bir voqea bo'lib o'tgan edi. Hamma borib jangdan qaytib kelayotgan bir mahalda Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xizmatkori bo'lardi. Jahjah degan u hazratchiliklardan birining xizmatkori bo'lgan Sinon ibn Vabar degan odam bilan hazillashib turib urushib qoldilar. Aslida boshida hazil bilan boshlanib urushga aylanib ketdi, janjal ko'tarilib ketdi. Shu payt Sinon ibn Vabar hazratchilik u birdan baqirib, "Ey hazratchiliklar, yordam beringlar, qaranglar, Madinalik meni uryapti" degan chaqirini baqirib aytdi. Aslida bu hazil edi. Bu tomondan esa Jahjoh, "Muhojirlar, yordam bering" degan ovozni chiqardi. Va bu ikki ovoz bilan qo'shilib, u yoqdan hazratchiliklar, bu yoqdan muhojirlar orasida yaxshigina janjal ko'tarilib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kelib, to ularni murosa qilib to'xtatib, yaxshi hammani qilichi xinidan chiqmasdan turib, musulmonga qilich ko'tarmasdan turib, bu narsa bartaraf bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam biroz xafa bo'lgan bo'ldilar. Musulmonlar musulmon bilan urushishlikdan qaytardilar. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir necha marotabalab azizlar musulmondan urushishlikdan qaytarardi. Hatto aytardilarki, "Sibabul muslimu fisqun va qitaluhu kufrun" derdilar. Musulmonni so'kib haqorat qilishligi fosiqlikdir, musulmonni o'ldirishligi bu kofirlikdir derdilar. Shuning uchun bu ikki xizmatkor orasidan chiqqan urush kattalashib ketishligidan oldini olib, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu urushni to'xtatdilar. Xursand bo'lib turgan bir pallada bunaqa janjallarni kutib turgan, sizga mashhur bo'lgan munofiq Ibn Salulga ancha qo'l keldi. Bilasizlarki, Uhud jangida ham mana shu Ibn Salul o'zini askarlarini olib qaytib ketib qolgan edi. Doim haqiqiy musulmon bo'lmagandan keyin, munofiq bo'lgandan keyin musulmonlar ichida yurarkan, eng yomoni o'zi munofiq bo'larkan. Chunki kofirligi aniq, mushrikligi aniq, dushmanligi aniq. Ammo munofiq o'zini musulmonman deb musulmonlar ichida yurishligi bu juda qiyin bo'larkan, chunki uni qalbi Allohga havola. Ibn Salul mana shunday munofiqlardan biri edi. U haligi urushni ko'ryapsizlarmi? Biz ularniga kelib uylarimizni bo'shatib berdik, bog'larimizni bo'shatib berdik. Endi bularni quturishini ko'ring deb muhojirlarni gapira boshladi. Shunday gaplarni gapirdiki, eshitgan odamning qalbi titrar edi.
Hatto Madinaga eson omon borib olaylik, sharaflilar bilan sharafsizlarni ajratamiz, sharafsizlarni haydab chiqaramiz bu yerdan deb gapirdilar. Bu gapni eshitib turgan yoshgina Zayd ibn Arqam juda xafa bo'lib ketdi. Bu Arqamning o'g'li edi. Bilasizlarki, Arqamning xonadoni Makka Mukarramada ilk vahiy kelishligida, ilk islom davrida asosiy payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni berkinib panoh topgan sahobalar to'planib mashvarat qiladigan xonadonining egasi edi Arqam. Mana shu Arqamning o'g'li Zayd yosh hali o'spirin yigit edi. Bu gapni qabul qila olmadi. To'g'ri payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu bilan o'tirdilar. Zayd kelib aytdiki, "Men eshitdim, hozir shunday dedi Ibn Salul. Sizni aytdi ya Rasululloh, sharafsiz devordilar. Qanday degan gap bu?" deb xafaligini bildirdi. Bu gapdan Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunday jahllar chiqdiki, o'rnilardan turib ruxsat bering, u munofiqni kallasini oldiray dedi. Shunda Rasulimiz alayhisalom, "Ey Umar, o'zingizni bosing. Nima qilganingiz bu? Odamlar musulmonlarning qonini to'kishdi, bo'lishlabdi demaydimi?" deb bu gaplarni to'xtatdilar. Aylanib bu xabar Ibn Salulga yetib keldi. Munofiq ekanda azizlar. Ibn Salul Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kelib, "Men to'g'rimda bir gap yetib ketdi. Bu gap yolg'on" dedi. Yonlarida Zayd o'tirib, u o'ziga guvohlarni ham olib kelibdi, o'ziga o'xshagan munofiq guvohlarni. "Mana guvohlarim bor, men bu gapni gapirmadim" dedi. "Qasam ichaman" deb hatto qasam ham ichdi. Bu gapni eshitar ekan, nihoyatda Zayd ibn Arqam xijolat bo'lib ketdi. Bir yosh bolani gapiga kirib, "Meni shunday qilasizmi?" deb Rasulimiz alayhisolatu vasallamga gapirdi Ibn Salul. Payg'ambarimiz alayhisalom mayli bu gap bo'lmagan qildida Ibn Salulga ruxsat berdi. Lekin shu holatda Zayd ibn Arqam nihoyatda xijolat bo'lib qoldi. Biroz o'ziga kelib o'tirganidan keyin Abu Bakr Siddiq kelib Zayddan so'radiki, "Nima bo'ldi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Nima dedi?" deyodilar. "Hech narsa demadilar, balki meni oldimga kelib, mayingina qulog'imni silab bir tortib qo'ydilar" dedi. "Va menga qarab tabassum qilib kulib qo'ydilar" dedi. Bir aliga erkalatgan bo'lib quloqlarini bir tortib qo'yibdilar, yengilgina va kulib qo'yibdilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Zaydga qarab, "Senga xursandchilik bo'lar ekan, mujda bo'libdi" deb ketdilar. Orqasidan Hazrat Umar radhiyallohu anhu keldi. "Ey Zayd ibn Arqam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima dedi senga?" deydilar. "Hech narsa degan yo'llari yo'q. Qulog'imni silab biroz mayingina tortib menga kulib qo'ydilar" deydilar. "Senga yaxshilik bo'ladi inshaalloh" deb ketdilar. Zayd hayron bo'ldilar. "Nima bunaqa bo'lyapti ekan" deb. Bir oz fursat o'tgandan keyin Qur'oni Karimdagi Munofiqun surasida ayni mana shu voqeani, Ibn Salulning gaplarini Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bildirdi. Rasulimiz alayhisalom bu oyatni o'qir ekan, Ibn Salul yer bo'ldi. Zayd ibn Arqam osmonlarga uchdi. Chunki buning uchun sharaf edi. Uni sharafini himoya qilingan, uni yolg'onchi emasligini bildirilgan oyati karima tushdi. Mana bu jangdagi eng e'tiborlik beradigan narsasi azizlar biz uchun. Jangdan kelingandan keyin hammalari o'zlarini asirlarini boshqalarni oldilar. Birdan bir sahobalarning qo'lida asir bo'lib turgan ayol o'zini Xorisning qizi Juvayriya ekanligini bildirdilar. "Men qabila sardori Xorisning qizi bo'laman. Men bunday xizmatkor qul bo'ladigan darajadagi oiladan emasman. Shuning uchun meni ozod qilgin. Nima xohlasang shuni beraman" dedi. Shunda haligi sahoba Juvayriyani ko'rdi, haqiqatda Xorisning qizi, sardorning qizi. Shuning uchun unga bir qancha narsalarni aytdi. "Mana shuncha narsani bersang, tillolarni ozod bo'lasan" dedi. Juvayriya qayerdan oladi buni? O'zi asirlikda turgan bo'lsa, hamma parokanda bo'lib ketgan. Bani Musalik qabilasi umuman parchalanib ketdi, bu qabila yo'q bo'lib ketdi deyarli. Hamma tumtaroqay bo'lib yo'q bu yoqqa qochgan. Mana shu holatda Juvayriya onamiz nima qilishlarini bilmasdan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan yordam so'radilar. Bu joyda azizlar ajib bir hikmat bor. Uni qarorini chiqarishga shoshilmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom Juvayriya onamizning gaplarini eshitar ekan, "Senga men yordam beraman" dedi. "Ey Xorisning qizi, asha aytilingan darajadagi mablag'ni berib seni ozod qilaman va undan yaxshiroq taklifni beraman. Menga turmushga chiq" dedilar. Bir eshitishlikda bu ajib ko'rinadi. Hatto dinimizda doimo ichidan kir qidiradiganlar, ana ko'rdingizmi, bir ojiza kelib yordam so'rasa, unga yordam berish o'rniga uylanishlik taklifini bergan ekan degan gaplarni aytadi. Alloh o'zi kechirsin, astag'firulloh. Lekin biz musulmonlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rahmatan lil alamin bo'lgan zot nima uchun bunday taklifni qildi ekan? Buni tagida
buni zamirida nima hikmat bor ekan deb kutamiz. Hikmat esa quyidagicha azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Juvayriya onamizga uylandilar. Juvayriya onamiz rozi bo'ldilar. Chunki agar eslasangiz so'zimizni avvalida Juvayriya onamizning tushlarini aytib o'tgan edi. Juvayriya onamiz tush ko'rib, tushlarda osmondan oy kelib qo'ynilariga kirgan edi. Shunda o'zi qalbida nimadir kutib yurgan. Endi mana shu oy, to'lin oy, munavvar oy Rasulimiz alayhisolatu vasallam ekanliklarini bildilarda iymon keltirib muslima bo'ldi va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga turmushga chiqdilar. Xo'p, bunda nima hikmat bor? Birdan odamlarga atrofga gap tarqadi. Eshitdinglarmi? Bani Mustaliq qabilasining sardori qizi Juvayriyaga Rasulimiz alayhisolatu vasallam uylanibdilar dedi. Holbuki sahobalarning qo'llarida Bani Mustaliq qabilasidan ushlangan qancha asrlar, qancha moli dunyo turibdi. Sahobalarning muhabbatini qarang. Ular bir-birlariga qarab, shundaymi? Unda Bani Mustaliq qabilasi bizga quda bo'libdilar-da. Unda Juvayriya biz uchun ona bo'libdilar. Biz esa qandoq qilib o'zimizga quda bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamga jufti halol bo'lgan qabilani farzandlarini yoki a'zolarini qul qilib ushlab o'tiramiz deb uylariga kirib hammasi ozod qilib olib kelgan hamma narsasini qaytarib berdilar. Aylanib butun qabila yana o'zini oldiga qaytib keldi. Hammalari hayron. Bu yoqda lekin Juvayriyaning otasi ancha narsa yig'ib qizini ozod qilishlikka harakat qilib turgan edi. Uni oldiga hamma to'planib keldi. Butun qabila qaytib keldi. Bir-birlariga qarab, "Sizni nega ozod qildi? Nima bo'ldi o'zi?" dedi. Shunda ular aytdilarki, "Bizning qabilamizning qizi Juvayriya onamiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanliklari uchun sahobalar hurmat qilib, endi biz quda ekanmiz deb qudachilik hurmatidan bizlarni hammalarimizni ozod qilib olgan, hamma jizyalarini olgan mol dunyolarini qaytarib berdi" dedilar. Shunda Bani Mustaliq qabilasi bunchalik oliy janoblikdan ta'sirlanib, butun qabila yoppasiga islom dinini qabul qildi. Mana bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Juvayriya onamizga taklif qilgan nikohlarini zamirida siz bilan biz bilmagan hikmat edi azizlar. Bitta qabila to'laligicha musulmon bo'ldi. Bunun bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z nafsoniyatlari uchun emas, Alloh bizni kechirsin, bunday hayolga borishlikdan o'zi saqlasin, balki bir qabilaning hidoyati uchun mana shu qarorni qabul qilganliklari bilindi. Juvayriya onamiz bizga yana bitta ona bo'ldilar va bitta qabila esa musulmon bo'lishlikka musharraf bo'ldilar. The love of Muhammad and his family is my true religion.